Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Mening psixologim loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Sizlar bilan bugun Termiz shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi Iroda Oripova bo'laman. O'ylaymanki, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham sizlar uchun foydali va kerakli bo'ladi deb. Bugun erta tongdan mana shu ekran ortida yaxshi niyat ila so'ragan savolimga javob olaman deya niyat qilgan bo'lsangiz, ko'rsatuvimizning bugungi sonidan shu javobni olasiz deb o'ylayman. Va bilasizmi, yaxshi niyat ila boshlagan ushbu loyihamizga ajoyib insonlar tashrif buyurishadi va biz ularga yordam beramiz. Demakki, ushbu loyiha bekorga bo'lmagan, hammamizga xayrli va kerakli bo'ladi deb umid qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Komilova Madina bo'ladi. Madinaxon o'zini hayoti, ya'ni boshiga tushganlari, o'zining o'tmishi, u bosib o'tgan yo'l va bugungi kundagi erishgan natijasi bilan o'z shaxsini yashirmasdan, o'zini hissiy kechinmalari bilan siz bilan bo'lishish maqsadida tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum Madinaxon. Assalomu alaykum. Sizni ushbu loyihamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va aytingchi, siz o'zingizni hissiy kechinmalaringiz bilan teletomoshabinlarimiz bilan bo'lishishga rozimisiz? Albatta. Rahmat sizga ham taklif qilganlaringiz uchun. Psixolog xizmatidan foydalanish yoki psixolog qabuliga kirganidan keyin uni kim bilandir bo'lishish yoki kimgadir aytish uyat hisoblanadimi? Yo'q, aksincha, psixologdan unumli foydalanishlaringizni men tavsiya qilaman. Sababi hech qaysi joyda mana shu psixolog yordam berganchalik sizga hech kim yordam bera olmaydi. Ya'ni to'g'ri yo'nalish ko'rsata olmaydi. Ichki kechinmalaringizni to'g'ri tushuna oladigan inson bu psixologdir. Psixolog vaqti kelganda meni tushuna oldi, qo'llab-quvvatlay oldi va har jabhada siz uddalaysiz degan ishonchni berdi birinchi navbatda. Va hayotim tubdan o'zgardi. Hayotim tubdan o'zgardiki, o'zimga ishonch, jamiyatga kerakligimni, farzandimga kerakligimni, ota-onamga kerak inson ekanligimni, eng muhimi o'zimga kerakligimni his qildim. Bir paytlar siz inson markaziga benefitsar bo'lib kelgansiz va bugungi kunda sizni ichki holatingiz bilan, siz bilan ishlanib, bugungi kunda sizni nafaqat ruhiy salomatligingiz, balki ijtimoiylashuvingiz ham ta'minlanib,